Xush kelibsiz. Hozir sizlar bilan mana bitta kanaldan polni xullas soliq hamma yo'g'ini qilib birgalikda pul yechamiz. Pustoy AdSense ichida 100 dollar puli bor bo'ldi. Hech nima qilinmagan. Sizlar uchun bir video qo'llanma bo'ladi. Video yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'pmi, kelishdik ham. Mutlaqo bepul video darslik, bemalol o'zingizlar shunga qarab yechib olsanglar bo'ladi. Soliq hal qilamiz, viza qo'shamiz. Yana shu muammolar bo'lsa hammasini ko'rib chiqamiz siz. Sizlar bilan birgalikda hozir shuni hal qilamiz. Xo'p. Videolarimizga qarab bemalol hal qilsanglar bo'ladi yoki bizga aloqa qilsanglar biz o'zimiz chiroyli hal qilib beramiz. Mana shu kanalga o'xshatib. Xo'p, ishni boshladik. Bo'lmasa birinchi navbatda do'stlar mana burchakdagi 3 ta nuqtani bosib, xo'p. 3 ta nuqtani bosib, AdSense yoki YouTube deganni bossanglar, mana sahifa chiqadi mana. 102 dollar puli bor. Xo'p, birinchi navbatda bizda mana muammomiz nalogdan muammo bor. Buni hozir nalogda to'ldirib olamiz do'stlar. Nalog O'zbekiston, AdSense'ga e'tibor beringlar, O'zbekiston bo'lishi kerak. Agar boshqa davlat AdSense bo'lsa, bundan pul yech olmaysizlar. Mana xato bergan do'stlar, 30% soliq olaman deyapti. Xo'p, добавить налоговую informatiyani bosasizlar, bu yoqdan заполнить formu bosiladi. Bu yoqdan parol teriladi. Hozir kirdim kanalga do'stlar, men ham. Pustoy kanalimiz, men sizlarga batafsil chiroyli qilib tushuntirib beraman. Bu yoqdan ketdik qala. Birinchisi bosiladi. Men tarjima qilib o'tirmayman, tezda so'ldiraman. Ikkinchisi bosiladi, ikkinchisi bosiladi. Hisob qoldinglar, birinchisi, ikkinchisi. Shunaqa. 2 ta 2, bitta 1 xullas. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Nalog xullas 0 qilib beraman do'stlar. Agar do'stlar shotinglarda agar normal summa bo'lsa, o'zimga kelaveringlar. Nimaga desanglar, bitta siri bor. Summani nalogni chisi 0 qilib tashlasa bo'ladi. Shunaqa joyi bor. U faqat aloqa qilsanglar aytaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu yerga soliq raqam kiritiladi do'stlar. Soliq raqam. Aytib o'tganimdek 100 dollar, masalan 200 dollar pulinglar kam bo'lsa, o'zingizlar mana shunga qarab yech olsanglar bo'ladi. Lekin 1000 dollar, 2000 dollardan agar daromadinglar ko'p bo'lsa, bir necha oyda pul yig'ilgan bo'lsa, aloqaga chiqish tavsiya qilaman. Bo'lmasa do'stlar 200, 300 dollar undan ham ko'proq yo'li bor, minusga kirib ketishinglar mumkin. Shu joyi bor. Mana mayda summalarga mana o'zingizlar to'ldirib yech olaverasizlar. Lekin summa kattaroq bo'lsa, aloqaga chiqishni tavsiya qilaman. Yoki bo'lmasa, yo'q, o'zim qilaman desanglar, qilaveringlar bemalol. Lekin aytib o'tganimdek, baribir sir bo'ladi, bitta siri. O'sha narsasini men 0 qilib beraman sizlarga xullas. Katta summada bo'ladi-da, u kichkina mana mayda summalarda bo'lmaydi do'stlar. Shuning uchun bularda mana nimasi bo'ladi, bemalol shuning uchun ko'rsatib beraman. Lekin kattaroq summa bo'lsa, kanallarda shu siri bor. Shu narsaga e'tiborga olinglar. Ko'pchilik shu narsani bilmaydi, keyin birinchi pul yechganda ancha pul yo'qotib yuboradi. Deydi, men deydi, ko'p pul yechishim kerak edi, pulim qayerga ketdi deydi. Pul yo'q bo'lib qoladi-da yo'lda. Shunaqa joyi bor do'stlar. Xo'p, buni faqat do'stlar mana men ko'rsatganimdek qilinglar bo'ldi. Men nimani ko'rsatsam shuni qilinglar bo'ldi. Bittada hal bo'ladi. Ortiqcha o'qib o'tirish, tarjima qilib o'tirish shart emas do'stlar. Mana men qilib beraman, ko'ryapsiz, tap, hamma yo'q 0 chistiy bo'ladi. Soliq mana 0 do'stlar. 2028-yilgacha xudo xolasa muammo yo'q. 0 hamma yo'q 0 ko'ryapsizlar. Soliq to'ldirmasanglar do'stlar pul chiqib ketmaydi YouTubedan. Shu joyi bor. Shuning uchun soliq to'ldiriladi. Nalog hal bo'lgandan keyin принять bosilinadi. Bu kerak emas ikkinchisi. Endi aytdi yana qizil yozuv bor, bu viza qo'shish. Ustiga bosib vizani qo'shib tashlaymiz. Mana bunday narsa chiqadi. Yana qizilga bosasizlar va nalog hal qilinganligi haqida обновить bosilinadi xullas tepasiga. Bu yoqdan do'stlar добавить o'sha spiska xullas birinchisi. Diqqat qilinglar, birinchisi. Agar ikkinchisini qilib qo'ysa, chek jo'natadi. Biz hech kim chek olmaydi. Biz Amerika emasmiz, chek olmaydi. Shuning uchun ikkinchisini tanlamayman. Pastdagi bo'lsa, chek bo'lib qoladi u. Uylarga chek jo'natib yuboradi. Qayta naqd qilasizlar ekan. Shuning uchun birinchisi bankovskiy перевод через viza orqali tanlanadi. Mana. Endi bu yoqdan ma'lumotlar kiritiladi. Endi do'stlar, bitta joy bor. Buni lekin ko'rsatib bera olmayman. YouTube bloklab qo'yadi. Chunki viza kartani ko'rsatish mumkin emas. Shu joyi bor. Xo'p, bu yoqqa viza kiritasizlar. Xullas, bu yoqqa to'ldiriladi ma'lumotlar. Saqlangan knopkasi bosiladi. Endi siz so'rashinglar mumkin, bu qo'llanmaydi. Ko'rsatmayapsiz deyapsiz. Ko'rsataman. Buning uchun qaranglar, biz 100 ta videomiz bor. Mana shu vizani to'liq ko'rsatib berganman. Raqamlarni qaysi bankdan olish kerak, nima qilish kerak. Mana xo'p, qaranglar. YouTube'ga kirasizlar. Xo'p. Pul yechish deb yozasizlar. Po'latov deb yozasizlar mana. Pul yechish. Po'latov. Chiqish kerak o'zi. Mana YouTube'dan pul chiqarib berdim degan videom bor. Men 180 dollar pul yechib ko'rsatib berganman. 55 ming odam ko'rgan. Sabab nima uchun? Sabab yashirilgan narsa yo'q videoda, tushunyapsizlar? Hamma yo'q, ochiq, oydin, bloklansa ham kanalda shunday ko'rsatib berganman. Kirsanglar, batafsil viza hamma yo'q bor xullas. Shunga qarab to'ldirib olasizlar. Xo'p, mana shuni to'ldirib olasizlar va mayda saqlangan knopkasini bosasizlar, bo'ldi. Shu bilan pulinglar xudo xolasa 10 kundan keyin tushadi. Qo'shimcha yordam, konsultatsiya, nima savol bo'lsa YouTube bo'yicha любой masala do'stlar. O'sha Telegramda yozing, konsultatsiya xizmatimizdan bor. Любой savolingizga javob beramiz. Umid xohlash video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Salomat bo'ling.